Liu Bei'nin etrafında demiş ki şunca köp iqtidorli kişiler var. Liu Bei'ninki başkalarını qoyil qilish kuchi nihoyat yuqori desam ishlamsiz. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uchparchalig'im ko'rgan nurg'un do'stlar bilamiz. Liu Bei'ning etrafida nurg'unlagan mushavirlar va sang'ullar bor. Demak, Liu Bei'ninki başkalarını o'ziga qoyil qilish, o'zi uchun ishiltish iqtidori nihoyat kuchli. Masalan biz Zhao Yunni misol qilaylik. Zhao Yun amaliyotda Gong Sun Zanning odami. Liu Bei uni bir qatimliq urushda oriyatga oldi. Ammo urush oyoqlashgandan keyin Zhao Yun to'yib ko'stidi va Liu Bei'ning o'g'li Adoni qutqizib olib keldi. Endi mushu vaqtda Liu Bei'ninki Zhao Yunni epqaga sifatdi. Ammo Zhao Yun uning o'g'lini qutqizib kelganligi uchun Liu Bei Zhao Yunga qarzdor bo'lib qoldi. Shuni eg'iz ichishdimmi uyildi. Endi qanday qilish kerak? Bu vaqtda Liu Bei darhol bir amal o'ylab topdi. Yana qanday qildi degan vaqtda o'zining o'g'lini Zhao Yunning qo'lidan etibla yerga tashlaydi va Zhao Yunning qo'lini tutib, arzimas bir balam uchun mening amroq sanog'imni mushunchalik yorlantiribdimi? Ko'nglim nihoyat yerim bo'ldi, yuragim og'irdi degandan keyin bu gapni anglab Zhao Yun nihoyat ta'sirlanib. Men pasbonimning oldida o'zining o'g'ildimmi qadrli ekanman. Men eng yuqori o'rinda turdi ekanman deb, shuning bilan Liu Bei'ga bir umr ergashishga qasam berdi. Demek, xodim boshqarish, xodimlarning ko'nglini ilish, korxonchilikda bo'lsin va yoki boshqa ishlarda bo'lsin, ajoyib muhim o'rin tutadi. Sizmi shunday qila olamsiz? Agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, ostiga alt raqamini qoldirib qo'ying. Igilik tiklashga oid, korxonchilikqa oid, texnik ko'p mazmunlar olmoqchi bo'lsangiz, ayrim xonamga uchur qoling.